Muhtaram tele tomoshabin do'stlar, aziz Oynai jahon muxlislari. Mana bir necha fursatdan so'ng har birimizning qalbimizga mislsiz tuyg'ular bag'ishlab yangi 1991-yil kirib keladi. Aytgan sening kungina dolana tog'da o'sgan dolana yo'lim to'sgan yani dolanani Sen oynang, dildan oynang, yayrang, dildan yayrang, sho'x yigitlar sunu dildorlar. yilda ijodiy hayotingizda ro'y bergan qaysi jihatlarni yangi yilda takrorlamasligini xohlaysiz? Bu yangi yilgacha bir qancha tashvishli voqealar bo'lib o'tdi. Shu tashvishli voqealarga atalgan bir ikkita qo'shiqlar qildik. Shunday qo'shiqlarni yana qaytarilmasligini xohlardim. Oqayım, qarashlaring bilan Bilmem adashdim, to'g'ri qildim. Tala sochlaring kim, halimni bog'ladi. Muhabbatsiz kamolatdan menga divonalik ma'qul. Diloramxon, Oynai jahon diktorlarini tomoshabin bir ko'rishda darrov tanib oladi. Oqchuksin tumanligin orbiladi. Yar hijronini totligini orbiladi. Zibo sanamsan yangi yil, charovi husningizga nechani parvona qilgansiz. Biroq o'tida kuydirmab yo'lini yaxshi bilgansiz. Mana yangi 1991-yildan umid va tilaklaringiz qanday? Rahmat. Mana shu 90-yil menga shunday omad keltirgan bo'lsa, shu yangi 91-yil shu Oynai jahon qarshisida o'tirgan millionlab mehnatkashlarimizga juda katta baxt, omad keltirsin. Senla ketolmayman, she'rlar bitolmayman, qo'shiq aytolmayman, zafxonlar yutib. Do'stlar hech kim meni Sizda ham bir gap bor. Aytavering. Yani dalada ishlab yurgandagi sirlaringizni bitta ikkitasini aytib, turmush o'rtog'ingiz oldin tabiat qilib. Muhammadxon aka, mana shu yerda o'tirgan barno qizlarimizning qanaqangi sirlari bor ekan? Bilsak bo'ladimi? Ishq maktubi o'tga otganim.
yigit. Qiziqchi deysan, qo'lda gitarasi bor-ku. Qo'shiq ham aytsa kerakdi. Serqirrali yigit ekan-da. Ha, bir eshitdingizmi? Qoshiga qarang, qoshiga nima lambida? Gap yo'q lambida. Shu yerda tifo el fartida li vali valad balkim. Ayting güzelim, yar qadrdan bo'lasizmi? Devor minib oyoqlarni o'qib, shu degan bilan maqsad yo'lida chobugu ildam bo'larmidi? Shohmardon yo'llariga gullar yarashgan, yigit qizlar bir-biriga o'tli qarashgan. Anatomiya darsida o'qituvchi bolalardan so'rabdi. Mana qarshilarda turgan skelet. Kimmi skeleti? Bittasi o'rnidan turib, misol uyatsizroq yigit ekan, o'rnidan turib, bu kolxozchining skeleti domla debdi. Shu domlani jahli chiqib ketibdi. Nega endi kolxozchining skeleti deyapsan? Nega? Tushuntirib berdi. Marhamat, tushuntirib beraman. Ko'ryapsizmi? Plan deb go'shini beribdi, terisini beribdi. Tuxmaguncha topshirib o'ziga suyak qopdi degan ekan. Birovlar g'iybatin qilma, Yüzünge düşmesin iştahal